Odilxon Kamolovning Alash Pride promotorlik kompaniyasidagi ikkinchi jangi ham bekor qilindi. Bunga sabab raqiblarning Odilxon bilan jang qilmasligi. Ular Odilxondan qo'rqyaptimi yoki boshqa sabablar bormi? Bu haqda Odilxonning o'zi Instagram sahifasida barchaga e'lon qildi. Odilxonning gaplarini bir eshitamiz va o'zingiz xulosa chiqaramiz. Qaytgancha videoni boshidan Odilxon uchun like bosib qo'yishni unutmanglar. Assalomu alaykum hammaga. Nega buni nastroyi yo'q deb hozir aytayotgan bo'lishinglar tabiiy. Tak, ikkita soperligimiz ham отказ qildi. Oxirgi qabul qilgan braziliyasi esa mendan 10 kilo og'ir bo'lganiga men davay dedim, liga qo'ymayapti. Endi bizda Adilxonda yek sopernik kelmay qoldi. So'ng sababdan bizda kecha braziliyas kelgan bo'lgandim, biroq 14 kilo perevес. Endi o'ta og'ir, salmog'i og'ir. Endi so'ng bizda taqada Babur Abdulazizov degan chempion to'g'risida bo'lgan. 10 ta qarshilas kelmay qolganman. Kimda qo'ygan bo'ldingiz? Braziliyskidan Babur. Jasur to'g'ridan unaqa emas. Unda yondan qarashi menga qo'rqinchligi o'xshaymanmi yo'qmi? Yo'q, sanishimcha. Ne unda soperniklarim o'tkazib beraveradi? Endi uni bilmadim. Ko'zga qo'rqinchli bo'lsangiz kerak. Xullas, oldingi soperligim bilan xullas 3 tasi o'tkazib berdi. 4-braziliyasi 14 kilo og'ir bo'lganda liga qo'ymadi. Keyingi turnirni kutamiz endi. Qatishlaymiz. Alam qilyapti.